Assalomu. Assalomu alaykum, tinchlikmi? Ha, alaykum assalom. Ettingda yana pelmeniga bo'lgan ko'rasingmi? Jiyanda. Ha, yesimda. Hop, nima sovg'a qilasan sen? Ha, nima-ku, ayam bilan pul tashlashib velosiped topib qo'ydik-ku. Yo'q, sen velosipedingni qo'y. U pelmeniga meni kuydirib, iPhone kupi. Yap. Ha, iPhone kupi deyotgan bo'lsa, men nima qilishim kerak? Dadu, deyishing kerak. Dadu deb dadasi aytsin. Dadasida seni nima kam joying bor hozir? Yo'q, hozir vobshe ilojim yo'q, pul yo'q. Voy dod, musulmonlar mana uni qaranglar, har bir o'tgan beshtonga bu kulibni ishkalab olib berishni biladi, o'zini radnoy opasiga, jiyaniga kelganda pulim yo'q deydi. Bosin, opa, ko'chani o'rtasida nima qilib? Bu rostdan pulim yo'q-da, voy. Eshitsin xalq, eshitsin. Voy, opa, pulim bor bo'lganda biron marta yo'q deganmanmi? Hozir rostdan yo'q-da. Yo'q ham dema. Yo'q deyishing ham bormi hali? Yur, Qatga? ishonchga. Ishonchda nima qilamiz? Muzni yorib baqa teramiz. Qara, mana yo'laqi sani opang bilan ishonch o'ylamasa kim o'ylaydi? Mana ularni qara, yangiga qara. Sen menga endi yangi olib bermaysan, sani beshtonlarga qulb ishkalab olib berishing kerak. Ana, mana ularni qara, hech bo'lmasa mana u bo'lsa ham, zato pasporti, ish qilib, korobka, dokumentlarni imeykalarigacha bor ekan, qara. Imeyka. Endi o'sha kleykan nima? Mana ularni 11 dan 14 Pro Maxgacha bor ekan, qara. Masaga 17 deyotganim yo'q. Meniki boshqa joylarga nisbatan ancha arzonroq ekan. Bemalol bo'lib to'lashing mumkin ekan. U so'rayapman, xolos yur mana qay. Qara, bularda yana trade-in xizmati ham bor ekan. Eski telefoningni olib kelib, yangisiga almashtirib ketsang ham bo'lar ekan. Qara. Voy, ketdimi, qutuldimi? Xudoga shukr. Qo'y, pul olib bermaydi, necha qutulmaysan? iPhone kupi.